Salom hammaga, sizlar bilan yana men o'sha Jasurbek. Bugungi videomizda biza 3 yil qidirib mana 4-yil topgan Minecraft'ni o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lsam ketdi. Mana birinchi boshlab paydo bo'lishim bilan qishloqda paydo bo'ldim. Mana golemni aqlli golem ekan, tegmadi. Va ana mana uyga kirib ko'rim kerak. Bu uyga kirishim kerak. Bo'ldi, bu ishga aralashib bo'lmaydi. Bu ishga aralashib bo'lmaydi. Nezerga o'tishni xohlayman. Qani nezerga unda. Nezerlarni kutib ol. Tinchgina o'z uyingda qolaverayman. Bu meni uyim. Taminal kamtarining qanaqadir g'alati uyim. Mana sandig'imda hech narsa yo'q. Bo'sh, chirigan sandiq. Tepada yotog'im bor. Ba'zi qilib tabiatni tomosha qilib yotaman. G'or bo'lganda juda yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. To'g'ri, video qo'ymasimdan oldin hali g'orga kirmanman. Mana olsam ketdi g'or topamiz. Bu tushunganlaringizda Minecraft'ning eski versiyalaridan biri. Juda eski emas, lekin eskiroq versiyalarda. Mana u narsani oldin ko'rmagandim. Kirishim kerakmi? O'ynashmagin arbob bilan. Cho'ptashayman. Endi kelasamki sandiq. Bir dona paqir bor ekan. 4-5 ta somon bor ekan. Kerak emas. Mana bor ekan. Mana kerak. Bu sandiqda nima bor ekan? Bu sandiqda 2 ta temir bor ekan. Yana bitta sandiq bor ekan. Bitta non bor ekan. Mana bu bor ekan. Naryoqda 5 ta, 6, 8 ta bor ekan. Mayli kerak emas. Mashdan tushaman. Kalla otayım bola. Kalla. Opa. Bu kalla sen bombacha bo'lib ketdi-ku. Ana chiqdim. Endi aktonga yana o'tish kerak. Mayli. Minecraft'ning eski versiyasi ham o'ynamaganimga ancha bo'ldi. Shuning uchun bir eski Minecraft'ni eslaydi. O'ynadim-da bo'ldi mana. Ana endi haqiqiy g'orga keldim. Sal qorong'u emasmi? Qorong'uga o'xshaydi. Chiqib ketish kerak. Voy. Chiqaman desang chiqishga joy topilmaydi. Hozir bu Minecraft'da hamma narsa nezerdan emas bolalar. Faqat olmos. Olmosli aslaha, eng kuchli aslaha bu Minecraft'da. O'shaning uchun tak. Bilaman. Sizlar hozir meni kanalimni menga obuna bo'lmasdan ko'ryapsizlar. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar va obunangizdan keyin mana shunday videolar ko'payadi. Iltimos obuna bo'ling. Mana ko'mir bor ekan, mayli ko'mir ham yaxshi. Ba'zida topilmaydi mana shu ko'mir ham. Ayniqsa qilib. Sog'lom bir narsalar pushtidek ko'rinyapti ko'zimga. Ana yana pusht ko'rinyapti.
Temir, temir, temir. Temir. Temir, 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 temir. Bilsangiz bu Minecraft'ta qishloq topish judayam qiyin. Lekin meni oldimdan chiqdi. Chunki men omadliman. Anchagina narsa yig'ib qo'ydim-a. Avtomatik qo'yib uyimga ketdim. Boya tushgan g'orim bu yo boshqasimi? Boya tushgan g'orim ekan. Qo'yaqlar. Qo'yaq qildinglar hamma joyda. Bu qo'yaqlar maladdis qo'yaq. Tosh chop qo'yib. Mana uni qo'yib suramiz. Qilchani qo'lga olib. Hamma. 5 ta golim bor ekan. 5 ta golim. Nahotki. Uyimga kirib to'plagan narsalarimni sandiqqa joylayman. Men nimalar topdim? 8 ta porox topdim. Chelak topdim. Nimaga to'g'rayapman? Mana ulardan juda ham ko'p topdim. Hammasini ko'rsam qo'yim 4 ta stak bo'ladi. Ana. O'chirib tepaga chiqaman-da uxlayman. Desam uxlab olmayman. Shuning uchun yana pastga tushaman. Bola, fakirni qaranglar, fakir. Mana shu fakir. Zo'r narsani ko'rsataman sizlarga. Chiqib oling. Yerni qaranglar, tuproqda. Yerni qaranglar, yerni. Atgan gidib bo'ldimi? Mayli. Cho'chqani qaranglar. Oltin kepka kiygan. Cho'chqa ham, hattoki cho'chqa oltin kepka kiygan. Olmos kepka desam. Bu kepka hafsasi bermaydi-da. Bergan deydi. Tosh qarang, toshdi. Mana loy, mana bu tosh. Nezini ham ko'rsataydi sizlarga bitta. Bitta nezarni ham ko'rsataydi. Opa. Nezirga uchimiz bilan bugun rostdan ham nezirmi deysizlar. Cho'chqacha pishib go'sht bo'lma uka. Qaytib chiqamiz. Mana qaranglar. Bu haqiqiy nezir. Ana ularning qo'lida nima bor hozir? Oltin qilich. Nezirdagi